Shu o'zimizning viloyatdan kelgan Damas avtomashinamizga shunaqa ideal holatda 4-pokoleniya metan ustunnlik qilib berganmiz. Bu mashinamizga qo'yilgan jihozlar bilan qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, original X reduktorlarimiz, temol oq elektron datchiklarimiz hamda zapravishlarimiz, injektorlarimizga keladigan bo'lsak, Polshada ishlab chiqariladi 01 farsunkalarimiz hamda blok upravleniyamiz Stakofas 200 yangicha patentlangan blok upravleniyalarimiz. Endi bu mashinamizni salon qismiga gaz o'chirib turish holati, bagaj qismiga har doim zapas gazning joyiga 65 talik o'ta ideal holatda tashdi o'zini bamperdan ko'rinar-ko'rinmas joylashtirib berganmiz. 4 ta lentalar bilan. Bu nima deyapti bu? Shumkalar qo'yni listga osib berganmiz. Ushbu mashinamizda qo'yilgan jihozlarni, xarajatlarni hisoblab o'tadigan bo'lsak, 3.400.000 so'mga bitdi. Kimga mana shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, tanlovda adashmang, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin.